Hurmatli obunachilar, Xiva tumani Shamaxulum qishlog'iga yetkazib keldik. O'tib bino bo'lgan 30 kilovatli katolimizni yuqorida yanadigan katolina. Hamma komplektlar G'ulomjon ustoz zakaz berdi. G'ulomjon amina tayyor boradi. Bugun telefon qilsang 2 soatda yetkazib keldik. Birdan tayyor turadi. Şimdi katoldayna o'tib bino bo'lganlar 30 kilovatli. Ya'ni hamma eshiklari 3 qavatli buzalgan. Yanib g'o'yitmaydi-da. Eshiklarida suv aylanadi. 30-35 kilo ko'mir oladi. Qattiq sovuqdan kamida 8 soat 7 soat yanib beradi shu ko'mir bilan. 1 sutkada havoning temperaturasi uyni qilinganiga qarab 1 sutkada yetadi. Bir solingan ko'mir. Oddiy ko'mir moslashtirilganda bu O'zbekiston ko'miridan. Arqa ko'mirni ham yoqaverasiz, lekin aralashtirib yoqasiz. Bizni eshitsangiz, cho'yini shotkasi borami? Taza ko'rlar, taza. Havo, le bo'yaji yoqib biladi shu. Iloji bo'lsa. Yerdan boshqa o'javeradi-ay. Havo, yopishib qolsa uni tozalab bo'lmaydi-da. Yo'q, yerdan boshqa o'javerasizda. Tazaga qilib o'g'lini yoqaverasiz. Kim shunday xizmat yoki shunday katollar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarni aloqa chiqarasizlar. Yetkazib beramiz. Yo'q, 2 soat ham aytganlar, rahmat. Bo'ladi. Xudo xolasa beradi. kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa yetkazib beramiz. Usta buni o'zi belisabına bir 10-katol o'xshidan og'angiz. Bundan çok. Ha, belisabına. O'zi bir hali shu haftaning ichida 2-3 ta zakaz berdingiz. Bo'ladi. Kim shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Yana G'ulomjon ustag'am yana Otapena el xizmatida G'ulomjon ustag'am ishlaringiz bo'lsa, yana bemalol aloqa chiqarasizlar. Sog' salomat bo'lasizlar.